Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala sayyidina Rasulillah. Allah subhanahu wa ta'alaga hamd sanolarimiz, Payg'ambarimiz Mustafa sallallohu alayhi va sallamga salot salomlarimiz bo'lsin. Bugungi kunda O'zbekiston xalqimizga berilayotgan Allohning ne'matlari, buyuk ne'matlari bo'lmoqda. O'shalardan ulamolarimiz. Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalam al-ulama warasatul anbiya dedilar. Olimlar ular payg'ambarlarni, anbiyolarni varislarilar dedilar. Alhamdulillah, bugungi kunda yer yuzidagi ulamolar qatori bizning ulamolarimizdan Hazratimiz Shayx Muhammad Sodiq domla kabi hazratlarimiz o'tsa va hozirgi yosh qorijonlarimiz, ulardan mana Muhammad Loyiq qori hazratimiz. Men nega aynan bu ulamolar bilan bu so'zimni boshladim? Chunki alhamdulillah o'tgangi oylarda Toshkentda ekanmiz, elimiz, yurtimiz, vatanimiz O'zbekistonda ko'pchilik muxlislarimiz keladilar va aksarini farzandlari ismi nima deydigan bo'lsak, Muhammad Sodiq yoki Muhammad Loyiq. Mana shu ismni men juda ham ko'p ko'rdim. Aynan bizni diniy idoramizga kelib bizni ziyorat qilgan ko'pchilik birodarlarimizda o'sha farzandlarini Muhammad Loyiq ekanligi, o'sha 4-5 yoshlik, balkim 2 yoshlik bolalarni ham ko'rdim. Siz bizni qorimiz Muhammad Loyiq qori hazratlariga havas qilib qo'ygansiz shekilli desam, ha, qorakani muxlislarimiz deydi. Mana shu darajada O'zbekistonda hozirgi kunda meni eshitganim ko'pchilik farzandlarimizni, aksar farzandlarimizning nomlari alhamdulillahki bu Muhammad Sodiq va Muhammad Loyiqlar. Alloh taologa duo qilamizki, bizning ulamolarimizga Alloh yana barakot bersin. O'tganlari Shayx Muhammad Sodiq, Muhammad Yusuf hazratlari kabi shayxlarimizni o'zini rahmatiga olsin. Hazratimiz Muhammad Loyiq qorim kabi qorilarimizni Alloh yanada Qur'onlariga, ilmlariga barakot bersin-da, mana shunday dinimizni, elimizni, vatanimizni faxri bo'lishlarini Alloh o'zi doimo nasibi ro'za aylasin. Va sallallohu ala sayyidina va habibina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika arhamar rohim. Allohu akbar. Men buni shohid bo'ldimda, shuncha men o'zim aytay, astag'firullah. Men bunga ko'p shohid bo'ldim. Muhammad Sodiq, Muhammad Loyiq, Muhammad Sodiq. Ataylab so'rayman, Muhammad Sodiq bilan so'rab o'tirmayman. Ma'lum, ma'rif haliga Muhammad Loyiq qoriga havas qilibmi desam, ha shunaqa deydi. Qorakan muxlislarimiz deydi. Ko'p toshkentliklar, viloyatlarda ham bor, lekin aksari Toshkentda. Shuni men qorimni ko'rsam aytaman dedim, hozir ham shu.